Assalomu alaykum hamalaringizga. O'zi normal suv tushib qoldi shu terga tovlagan. Menimcha normal qarni bosayapti. Demak, gapning qisqasi mana shu traktorni sotaman deydi. 81 ekan, xolos Belarus. Mana shuni kimdir olaman desa, bizning manzilimiz Guliston 6-nasozda. Mana shu traktorda dokumentlari hammasi bor ekan. Narxini 90 ming somoni deydi. Yana konkretni savdosi bor ekan. Piliga yoki bo'lsa kasilka shu ekobarda birov podarka dedi. Tanlasida shuni olib kelsangiz, uni ham ko'rsatamiz. Video davomida traktorni jag'ib minib ham ko'rsatamiz. Birinchi joyda texnik nosozligi yo'q. Hamma joyi soppa-sog', buni faqat kimdir olsa borib promoy ishga chiqib ketadigan, ish beradigan traktor. 90 ming aytdiga yoki kasilkasi yoki bo'lsa piligi sovg'a, itto yana konkretni savdosi bor. Пожалуйста, kelasizlar. Mana shunday traktor hozir sizlarga endi bir minib ko'rsatay qisqacha. Kasilkasi mana shu jo'ng'ishqa vorg'ich ishlaydi ekan, sotfoiz hamma joy ishlaydi. Asa shuni kimdir qo'shib olsa, men shunisi ma'qul jo'ng'ishqa voraman desa, birisini shunday sovg'a podarka berib beradi. Esli juda ko'p uzoqqa bormaymiz, bu yerda buni piligi ham bor ekan mana. O'yla pilik ko'rdikda hektarlik ekan. Ana shu piligi ham qo'shimcha berilar ekan. Ya, no tanlasin klient dedi. Yoki bo'lsa buni tanlasin klient, bittasini obязательно podarka beriladi ekan. Endi traktorda o'zini minib ko'rsatamiz. Yandı. Haydi. Joyidan janadi ekan. Mana. Ketdi. Endi tikkalayga olib qaytib kelib. Vola, şöyle çıkıp koysak bol. Vola. Bol jetedi. Umuman aganda buna işleşi. Men TikTok aldım, başka tomonga video aldım. Qisqasi jigarlar, mana shunday traktor sotish shekilli bu xizmatlar kerak bo'lsa, mana yesishda o'zimning raqamni qo'yib qo'ydim. Reklama xizmati bo'yicha, boshqa narsa ham bo'lsa, qo'limizdan kelgan xizmat endi. Endi nima demoqchiman? Mana shu insonlar bir nima deydi? Yangi traktor olibdi. Bundan da zo'r eng zamonaviylari, endi buni eskisini sotayıq deydi. Endi ja eskimiz ish beradi, lekin no narxiga yarasha, yana konkretni savdosi bo'ladi. Bu degani internetga chiqaramiz. Ba'zida sizlarga qimmat tuyulishi mumkin. Endi asosan bu narx bo'yicha unchalik batafsil bilmayman. No, lekin savdosi bor. Lekin hozir mana shu traktorlar shu sostoyaniyasi bozorda qancha bo'lsa sizlarga shunday qilib beradi. Buning uchun faqat muomala kerak. Dokument bo'yicha bir problemasi yo'q. Alaslar namlarni o'tkazib, promoy gazini bosib haydab jirasizlar. Hay, bizda xabarlar shulardan iborat edi. E'tiborlaringiz uchun katta rahmat deymiz. Bir siz obunachilardan shu videoni shunday o'tkazib olib gruppa tarqatsangizlar, chunki traktorga talab ko'p bo'ladi. Mana shu talabkorlarga yetib boradi.